og'ayni. Haqiqiy baliq Qo'y bo'lib to'lib qolgan. Juda semirgan. Qurvolikka so'yib olaman deganlar. Derag'i yo'qdi xolos ichida. Bunisi вообще juda chiroyli. Adel monosini video qilib bering o'zimga deb yozishsa, nomerda aytamiz. Hop. O'zlariga addelni video qilib beraveramiz, xudo xolasa. Yana bir bor ko'rsatib o'taman. Nomerlarni aytamiz. Endi mana semizlarning narxini aytib ketaylik. Semizlarni akalar 8,5 milliondan narx qo'ydim. Xo'p, tanlab turib aytishadi. Mono deb turib. Shunda videoni qilib beraveraman. Aloqa chiqishaveradi xolasa. Hozir nomerlarimizni kilosini tortib, trigovesini, bo'yini o'lchab, video qilib ber deyishadigan bo'lsa, shunda addelni o'zini chiqarib turib, video qilib berilaveradi. Mana mono qo'ydi bo'lsa, mana shu qo'ydi mana. Videoga olib bering deysa, o'zlari videoga olib tashlashib yuboradi. Qo'li yetmaydi. Qo'lim 25 ming. Xolosa qo'ylar haqiqiy yirigi toza Qirg'izdan kelgan varianti. Yemini go'zal yegan qo'ylar. Nomerlarni aytib bering endi. Nomerimiz 93lik 497 99 90. Hop, 490 497 26 31. U ham 93lik. Ikkita nomerga aloqa chiqishaveradi. Hop, telefon qilishsa, xudo xolasa Telegram nomer boshqada, bo'lmasa birinchi aytgan nomerimga ham Telegram bor. Shunda aloqa chiqishadi, videoni qilib tashlab berilaveradi, xolos og'ayni. Lozim ya, xayrlari bor. Yana xayri bor. Aytganga hech kim sotgan emas. Qurbonlar hafta xayr barakahini qilib, bemalol savdoni qilib olaverasiz. Shakar og'zingizda deydi-yu bozorda. Kami bor. 8,5 million so'mdan kamini kelishtirib beramiz, xudo xolasa. Hop, kilolari endi bir 100 kilo plus minus chiqsa kerak, xudo xolasa. Tortib ko'rmadim lekin birortasini. Tishi chiqqani, chiqmagani bor ichida, xudo xolasa. Endi mana shu qo'ylarning ichida men ham akalar, mana shu qo'y menga juda yoqdi. Zotga вообще juda chiroyli qo'zi ekan. Hali bu qo'zi bu. Qo'zi hali chiqmagan. Chiqmagan, uni tish yormagan. Qo'zi menga yoqdi mana shu qo'y. Kelar. Yaxshilab ko'rsatinglar qo'yni. Hurmatli obunachilar, mana shu qo'chqar yoqdi, tavsiya qilaman sizlarga. Juda chiroyli qo'zi ekan. Mana o'zimni kuchim yetmayapti.